Hammaga salom. Bugun sizlar bilan By Republic'dan profiterolini yeb ko'ramiz. Endi esa profiterolini yeb ko'ramiz. Mana shu so'zni lekin yoqtirmayman. Aytish qiyin. Profiteroli. Adashib ketadi odam. Oldin idishlari bunaqa bo'lmagan, oq bo'lardi. Oldin minimalizm bo'lgan, menimcha modada. Endi hozir такой яркий, прям bilinib turadigan svet, bilmadim. Shunaqa modaga kiribdi. Ko'pchilik rasm shunaqa слишком яркий svetli ishlatishyapti. Ko'p kompaniyalar ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana bunaqa By Republic yozuvi bor edi, oq bo'lardi. Bo'ldi, boshqa hech nimasi bo'lmasdi unchalik narsalar. Hozir qaranglar, har xil svetlar. Xullas mana, bu klassический, buni shokoladnisi ham bor. Narxi 39 ming so'm edi. Mana mashinchaginasi 39 ming so'm. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas mana kremlari достаточно ayamasdan solingan, normalniy, lekin shunga yarasha juda ham shirin, yeb bo'lmaydigan darajada emas. Bemalol qo'lt qilib yurasizlar. Mazali. Buni bitta o'rtog'im mana shunga juda ham oshiq edi. Eski ishxonamdagi rukovoditelim, ham o'rtog'im. Sizlarga tavsiya qilaman, menga ham yoqib qoldi. Endi oldin yemasdim. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.